Eron AQShga qarshi g'alaba xabari operatsiyasini boshladi. Eron harbiylari Qatardagi AQSh harbiy bazasiga zarba berganini tasdiqladi. Birlashgan Arab Amirliklari havo hududini yopdi. Osmon raketalar bilan yoritilgan Qatarda kuchli portlashlar eshitilmoqda. Shuningdek, Eron raketalari Iroq davri tugadi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh bazalariga hujum yuzasidan bayonot chiqardi. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Eronning tinch maqsaddagi atom inshootlariga uyushtirgan hujumiga javoban Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Qatarda joylashgan Al-Udeyd AQShning G'arbiy Osiyodagi eng yirik harbiy bazasiga raketa zarbasini amalga oshirdi. Mazkur javob zarbasi Basharat al-Fath operatsiyasi doirasida amalga oshirildi. U Eron Oliy Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan ma'qullangan va Xotam al-Anbiya markaziy qo'mondonligi boshchiligida o'tkazilgan. Endi ur va qoch davri tugadi. Agar bunday hujumlar yana takrorlansa, AQShning G'arbiy Osiyodagi mavjudligi tezda yemiriladi, deyiladi bayonotda. Bahrayn va Kuvaytda signallar chalinmoqda. Saudiya Arabistonidagi AQSh bazalarida sirenalar eshitilmoqda. Tramp mudofaa vaziri va Birlashgan Shtat boshliqlari bilan favqulodda yordam xonasida yig'ildi. AQSh qiruvchi samolyotlari Saudiya Arabistonidan havoga ko'tarildi. Eron AQShning Qatardagi bazalarga 10 ta raketa va Iroqdagi AQSh bazasiga bitta raketa uchirdi. Qatar poytaxti Doha osmonida Eronning 6 tadan 10 tagacha ballistik raketalari urib tushirildi. Eron Qatar suverenitetini buzdi. Qatar Tashqi ishlar vazirligi Eronning zarbasi Qatar davlatining qonunchiligi va havo hududini, shuningdek, xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini ochiqdan-ochiq buzganligini bildirdi. Qatar savdo markazlarida vahima avj oldi. So'ng rasmiy Doha mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Voqealar rivojini o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.